Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunda, barakotli soatda Alloh taoloni o'zining baytida barchamizni jam bo'lmog'imizni Alloh taoloni o'zi nasib ayladi. Alloh taolo har birlarimizni duolarimizni Robbimni o'zi ijobat aylasin inshaalloh. Inson hayotida yashar ekan necha yildir 80 yil, 60 yil, 50 yil kimga Alloh taolo qancha umr bergan bo'lsa, tasavvur o'laroq bu misollarni keltiryapmiz. Inson bugungi kundagi o'tib borayotgan umrini, o'tib borayotgan vaqtini va har qachonki bu amallar o'ziga foyda keltiradigan ishlar bilan umrini band qilishlik masalasi haqida tafakkur qilishligi uchun aytyapmiz. Alloh taolo o'tkazgan umrimiz davomida qilgan amallarimiz uchun hisob kitob qilayotgan vaqtda Alloh taolo bandaning nomai a'moliga yaxshiliklarini keltiradi. Uning yomonliklarini, qilgan gunohlarini keltirganida uning yomonlik, gunoh amallari og'ir keladi. Alloh taolo u bandani do'zaxga hukm qilayotgan vaqtda banda aytadi: "Ya Robbiy, bir savolim bor. Gunoh amallarim og'ir keldi, gunohlarim ko'p ekan yaxshiliklarimdan ko'ra. Menga bitta narsani tushuntir. Dunyoda nima ish qilsam ediki, keldi-ku mana, yaxshiliklar va yomonliklar tarozuga qo'yildi, yomonliklar og'ir keldi endi. Nima ish qilsam ediki, yaxshiliklarim og'ir kelardi. Masalan, qanchadir ihson, qanchadir namoz yoki kimgadir g'amxo'rlik, kimgadir qaysidir masjidning ta'miriga yaxshilik, nima ish qilsam ediki, shu joyda meni yaxshiliklarim og'ir kelardi" deganda Alloh taolo u bandaga aytadi: "Ya bandam, nomai a'mollaringda savoblaring va gunohlaring tortildi, gunohlaring og'ir keldi. Mabodo bir amallaring ustida, yaxshi amallaring ustida yana bitta alhamdulillah qo'shilganida edi, yaxshilik tomoni og'ir kelardi" deydi. Shunda banda pushaymon qilib o'zidan o'zi shunchalik kuyinib aytar ekanki, meni jannatga kirishligimga, yaxshi amallarimning og'ir kelishligiga bitta alhamdulillahni savobi yetmadi. Bitta alhamdulillah. Bugun tiriksiz, nechta alhamdulillah aytib bo'lasiz? Xohlagancha. Tilingizda ayting, qalbingizda ayting, xohlagan joyda kutish vaqtini ayting. Alloh taolo fazilat bersin. Arablarning maqollari bor. Har joyda, internet tarmoqlarida, kutish zallarida, vokzallarda, do'konlarda bir naqllari bor. O'sha naql meni aynan e'tiborimni va aynan o'sha naql meni esimda qolgan. Imla daqa'iqal intizar bil istig'for. Kutish davringni istig'for bilan beza. Bir kishini kutyapsiz, nima qilasiz bugun? Bugun ofat chiqdi mana, internet tarmoqlariga kirib bemalol behuda narsalarni titkilab o'tiraveramiz. Demak, biz kutish davrimizni internet tarmog'i bilan bezaymiz. Mahramni ham, nomahramni ham, ma'ruzani ham, Qur'on tilovatini ham, hammasini ham eshitaveramiz. Chunki har narsa chiqaveradi-da. Yoki kimgadir telefon qilib g'iybat qilamiz, yoki musiqa eshitamiz, yoki jim kutamiz. Olimlar nima dedilar bizga? Kutish davringni istig'for bilan beza. Istig'for ayting.
toyinki qachondir nomay a'molimiz, savoblarimiz va gunohlarimiz tortilganda bitta alhamdulillahni savobi yetmagan vaqtda siz attang voh urib qolmang. Bugun tirikmiz alhamdulillah. Bu ne'mat. Zikrlar, istig'forlar, ibodatlar qila olamiz. Alloh taolo har birimizga fazilat berdi, yaxshilik berdi bugun. Bugun qo'shninikiga boryapmiz. Bugun ishxonaga boryapmiz. Bugun qizimiz va o'g'limiznikiga mehmon bo'lyapmiz. Qaysidir yumush bilan, uyda, avtoulov bilan, piyoda, velosiped bilan, avtobus bilan nimaiki holatda ko'chadan chiqyapmiz, biz nima qilamiz? Darrov soatga qaraymiz. 15 daqiqada boramiz. 20 daqiqada boramiz. Yoki yarim soatda boramiz. Yoki Alloh taologa tavakkal, necha daqiqada borsak boraveraylik, sog' salomat borsak bo'ldi deymiz. Lekin bundan oldingi ulamolar, taqvodor yigitlar nima deydilar? Siz ishxonangizda uydan ishxonangizgacha necha daqiqada yetib borasiz deganda, ikkita uchta yigitning javobi meni ajablantirgan. Bittasi aytgan 15 daqiqada boraman. Ikkinchisi aytgan, men ishxonamdan uygacha yoki uyimdan ishxonamgacha Yosin, Voqea, Mulk surasini bir qori o'qib tugatgunicha borib qolaman deydi. Vaqtini bilmaydi. Lekin uydan chiqqanda ham Yosin, Mulk, Voqea surasini qo'yadi, to o'sha suralarni eshitib borguncha ishxonaga borib bo'lgan bo'ladi. Necha daqiqaligini men bilmayman deydi. Ikkinchisi aytadi, men uyimdan ishxonamgacha 10 mingta istig'for aytish davrigacha borib qolaman. Necha daqiqaligini bilmayman deydi. Siz qachon mana shunday hayotingizni rejalashtirdingiz? Hamma narsadan xabaringiz bor bugun. Vaqtdan, zamonaviy texnikalardan, bugungi kundagi bozor o'chardan, bugungi kundagi internet tarmoqlaridagi xabarlardan, g'iybat va bo'htonlardan, dedilardan, insonlarni kamchiligini qidirishlikdan hammasidan xabaringiz bor. Alhamdulillah. Ibodatdan ham xabaringiz bo'lsin. Fazildan ham xabaringiz bo'lsin. Chunki nega buni aytayapmiz bugun? Oxiratning birinchi manzili bo'lmish qabrda ahvol og'ir bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu jahannam zikr qilinganida, hisob kitob zikr qilinganida, sirot ko'prigidan o'tish zikr qilinganida, mahsharning dahshati, qiyomatning dahshati zikr qilinganda yig'lamas edilar. Qabr masalasida gapirilganida Umar radhiyallohu anhu yig'lab yuborardilar. Shunda sahobiylar so'rashdi: "Ey Umar, nega yig'layapsiz?" deganlarida, mahsharda odamlar bilan birga bo'laman. Dunyoda kasal bo'lsam atrofimda hech bo'lmaganda oilam bo'ladi. Qiyomatda ham, do'zaxda ham men yolg'iz bo'lmayman. Atrofda odamlar bo'ladi. Lekin qabrda yolg'iz bo'laman. Yolg'izlikdan qo'rqaman. Agar mabodo qabrda meni Alloh taolo masalamni og'ir qilsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Qabr shunday joyki, yo jannat bog'laridan bir bog'cha, yo do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'lishligi mumkin. Mabodo shunaqa holatga tushib qolsam, men juda qiynalar ekanman, shu uchun yig'layapman dedilar. Shuning uchun Alloh haq subhanahu va taolo har birlarimizga ofiyat, fazilat, yaxshilik bersin. Nafaqat dunyodagi hayotimiz va barzax hayoti, qabrdagi holatimizni ham hisobga olgan holatda amallarda bardavom bo'lishligimiz muhim masala bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Ig'tanim xomsan qabla xoms." Banda 5 narsa kelishligidan oldin 5 ta narsani g'animat bilsin. Uning birinchisi shababaka qabla haramik. Yoshlik davrini qadriga yetsin, qarilik kelishlikdan oldin. Chunki qarilikni kelishi, birodar, bir masala bor. Yildan yilga quvvatning ketib qolishligi bu yangilikmi?
Yo'q, yangilik emas bu. Bu tabiiy bu. Ota bobolarimizdan insonni yaratilishligidan holat shu, birodar. Chaqaloq bo'ladi inson, o'spirin bo'ladi, yosh bo'ladi, yigitlik bo'ladi, undan keyin sekin-sekin qariydi. Qarigan chog'ida quvvati ketadi, belining kuchi qolmaydi, o'zi muhtoj bo'lib qoladi. Bu tabiiy bu. Demak, qarilik kelishlikdan oldin yoshlik davrida ibodatni, ihsonni, yaxshilikni g'ayrat qilib oling. Sihhataka qabla saqamik. Kasallik kelishlikdan oldin sog' va salomat yurgan davringni qadriga yeting. G'inaka qabla faqrik. Kambag'allik kelishlikdan oldin boylik davringda ihsonni qilib, odamlarga yaxshilik qilib olishlik juda muhim masala ekanligini bilib oling. Farog'aka qabla shug'ulik. Mashg'ul bo'lishlikdan oldin, ya'ni bo'sh vaqtingni qadriga yetib, ya'ni ibodatda banda mahkam bo'lib olishligi kerak. Va hayataka qabla mautik. Eng asosiy joyi vafotingdan oldin hayotlik davringda sen amallaringni chiroyli holatda qilib olishing. Haqiqatda bugun tirikmiz, alhamdulillah. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Alhamdulillahdan nechta aytmoqchisiz, aytavering. Necha rakat namoz o'qimoqchisiz, inshaalloh o'qishlikka Alloh qodir qilguncha o'qiyverish kerak. Bugun imkoniyatimiz bor, bugun mablag'imiz bor, bugun kuchimiz bor. Bugun bir odamga yordam bera olamiz, bugun hojatini ko'tara olamiz. Lekin bugun aynan qizg'anayotganligimiz, ertani ertaga, ertasini ertaga qoldirib, bugungi ne'matlardan istifoda qilmasligimiz inson uchun juda azob. Inson uchun juda mushkil. Shuning uchun mu'minlar bugungi kunda har holatni joyiga qo'yib, Alloh taolodan fazilat so'rab, inshaalloh uzoq umr ko'rsada, fazilatli umr ko'rish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Sizlarning eng yaxshilaringiz khayrukum man tala umruhu va hasuna amaluhu dedilar. Sizlarning yaxshilaringiz kim? Umri uzun, yaxshiliklari ko'p. Umr uzun, yaxshilik yo'q. Umr uzun, yoshlikdan harom ishlar qilib kelgan. Umr uzun, birovga manfaati tegmagan. Umr uzun, faqat odamlarga yomonlikka o'rnak bo'lgan. Unday uzoq umrning hojati yo'q. Payg'ambarimiz nima deyaptilar? Sizlarning yaxshilaringiz umri uzun u amali yaxshi. Mana shunday umr mazmunli umr. Mana shunday umr fazilatli umr. Mana shunday umr maqtalgan umr hisoblanadi Shuning uchun bugun umr so'raganda, rizq so'raganda ibodatni ham so'raylik bugun. Bugun alhamdulillah hammamizga shablon o'laroq yodlangan duolar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ulamolarimiz biz sizga duo qilishlikni o'rgatdilar. Iza faraga ahadukum min at-tashahhud dil akhar falyata'awwadh billah min arba' min azabi jahannam wa azab al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wal mamat va min sharri masihid dajjal. Qaysi biringiz oxirgi tashahhuddan tugatsa, oxirgi tashahhudni o'qib bo'lsa, 4 narsadan panoh so'rasin. Birinchisi azabi jahannam, jahannam azobidan, va fitnati mahya'i wal mamat, o'lim va tiriklik holatidagi fitnalardan, va masihid dajjal, dajjolning fitnasidan, va Alloh taoloning o'zi fazil bersin, qabr azobidan 4 ta narsadan panoh so'rash kerak. Mana shu narsalar, ya'ni duolarimiz bor bugun. Alloh taoloning o'zi fazil bersin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarga shuni ko'p o'rgatdilar. Bugun duolarimiz ham o'zgacha. Yoshlikdan shunday o'rgatib kelingan. Nima duo? Tani sihat, xotiri jam, dili beg'am. Hammasi xotirjam bo'l, tan sihat bo'lsin, ko'ngilda g'am bo'lmasin, maza qilib, o'yin kulgi qilib yashash kerak degan ma'nodagi duo. Bu duoni qilmang emas, alhamdulillah, to'g'ri duo. Lekin birodar, ibodatni ham qo'shib qo'ying. Aytayapmiz mana. Qaysi inson yaxshi? Umri uzun va yaxshi amallari ko'p. Bizlarda shunday masala bor bugun. Hammani ta'ssurotiga sinib qolgan.
Salomatlik bo'lsa, sog' bo'lsak, u yog'i topiladi. Yoki bugun mashinalarning orqasidagi qaysidir belgilarni ko'ryapmiz. Yurak urishi orzular armonligicha qolmaydi. Bu deganiki, agar yurak urib tursa, tirik bo'lsak, orzularimiz armon bo'lmaydi degani. Bugun yoshlarni mashinalarda shunaqa narsalarni ko'ryapmiz bugun. Birodar, yurak urib tursa, Alloh taolo oyoq bilan qo'lni nogiron qilib qo'ysa, orzular armon bo'ladi-da, birodar. Sog'u salomat bo'lsak, Alloh sizni bir fitnaga solib qo'ysa, sog'lig'ingiz bor, mol-u davlatingiz bor, umuman qo'lingizdan yaxshilik odamlarga yetmaydi. Unday uzoq umr bilan, sog'liq bilan mol-u davlatni kimga keragi bor o'zi? Hech kimga. Bugun tushunchani o'zgartiraylik bugun. Siz o'ylayotgan sog'liq masalasi, siz o'ylayotgan bugungi kundagi hayotiy misollar aslida bugun e'tiqod bilan o'lchanganida, insonning hayotidagi kerak va keraksiz narsalarni tizimlashtirib raqamga qo'ygan vaqtda ham siz o'ylayotgan sog'liq 6-o'rinda turadi. Siz o'ylayotgan bugungi kunimizda olimlarimiz panoh so'ragan. Bizlarni dunyoyimiz eng katta g'amimiz bo'lmasin dedilar. Duo qilardilar, panoh so'rardilar. Ertalab turyapmiz, nima g'am? Dunyo g'ami. Kechqurun yotyapmiz, nima g'am? Dunyo g'ami. Ular nima dedilar? Ya Robbiy, shundan panoh bergin. Bizni g'amimiz erta-yu kech dunyo g'ami bo'lmasin. Oxirat g'ami bo'lsin bugun. Mana shu holatlardan panoh so'rardilar. Lekin biz bugun talab tortishayotgan moddiyat ham 9-o'rinda turadi. Inson hayotidagi eng kerakli narsa nima desangiz, inson hayotidagi eng kerakli narsa nima? Ehtirom. Tushuntiraman. Sog'lig'ingiz joyida, baquvvatsiz. Na ayolingiz, na farzandingiz, na atrof muhit sizni hurmat qilmaydi. Ehtiromingizni joyiga qo'ymaydi. Umuman bir tiyinga olmaydi. Unday sog'liqni kimga keragi bor? Undan ko'ra kasalsiz, nimjonroqsiz. Farzandingizdan boshlab ko'cha, kuy, mahalla hamma sizni ehtirom qiladi. Hurmatingizni joyiga qo'yadi. Bu go'zal emasmi? Mol-u davlatingiz ko'p. Alloh taolo davlatdan berib qo'ygan. Pul bilan hamma narsani hal qiladiganlarga taalluqli. Mol-u davlatingiz ko'p. Lekin farzandingizdan boshlab mahalla, kuy, birodarlaringiz hech kim sizni hurmat qilmaydi, bir tiyinga olmaydi. Unday mol-u davlatni kimga keragi bor, birodar? Mol-u davlatingiz kamroq, o'ziga yarasha, o'zingizga yetib turibdi. Lekin farzandingiz, nevaralaringiz oldida ehtiromdasiz. Insonni yashashdan yashagisi keladi. Alloh fazl beradi. Shuning uchun siz o'ylayotgan bugungi kunda mol-u davlat bilan sog'liq aslida keyingi o'rinlarda insonning hayotidagi kerak bo'ladigan narsalarning pastki o'rinlarida turadigan narsa hisoblanadi. Shuning uchun e'tiqodni to'g'rilab oling. Ibodatni to'g'rilab oling. Taqvoni to'g'rilab oling. Ibodatda mustahkam yopishing. Alloh sizga fazl bersin bugun. Oxiratingizni ko'proq g'amini cheking. Chunki rizq masalasi, obro'y masalasi biz yaratilganda yozib qo'yilgan bu. Necha yoshga kiramiz? Nechta nafas olamiz? Nechta luqma tomog'imizdan o'tadi? Hammasi Alloh taolo tomonidan bitilgan bu. Buni g'amini yemang. Siz ibodat qiling. Xudoni taning, ilm o'rganing, Alloh fazl bersin. Chunki bugungi kundagi ishlarimiz bugun Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Ba'zi o'rinlarda ko'zbo'yamachilik bo'lyapti bugun. Umraga boryapmiz, hajga boryapmiz, odamlar oldida ihson qilyapmiz, odamlar oldida do'ppi kiyyapmiz, odamlar oldida soqol qo'yyapmiz. Muammo yo'q. Hoji aka degan nomimiz bor. Alhamdulillah. Birodar, mana shu joyda sodiq turing. Bo'lmasa u ishni qilmang. Jaloliddin Rumiy aytadilar. Birodar, qanday bo'lsang, shunday ko'rin. Qanday ko'rinsang, endi shunday bo'l. Biz bugun ko'rinishimiz boshqacha.
Ko'rinishimiz qanday? Taqvodorga o'xshaydi. Ko'rinishimiz qimmatbaho kiyimlar. Kimsan? Falonmiz. Lekin ibodat, duo, ilm pichoqqa ilinadigan ibodat yo'q. Alloh taolo bizni mehmon qildi, umraga bordik, hajga bordik. Alloh taolo aytayapti, mana shu ishni qilma bandam deyapti. Mana shu seni chegarang deyapti. Biz ishimiz yo'q. Odamlar oldida noqulay bo'ladi-da. Qudalar boshqa narsa deb o'ylaydi-da endi bizni. Endi shuncha yil o'sha o'rtoqlar bilan yurganmiz-da. Birodar, mumkin emas. Mumkin emas. Siz bugun aynan o'zingizni, sha'ningizni emas, endi siz bilan birga ibodatga, ziyoratga borgan odamlarning hammasini obro'yini tushiryapsiz bugun. Harommi, birodar? Harom. Halolmi, birodar? Halol. Tamom. Alloh taolo chegara chizib berganmi? Bo'ldi. O'sha chegara bizga chegara bugun. O'sha chegarani buzdingizmi? Demak ayting. Men bu chegarani buzdim. Menni ayblanglar. Demak ibodatga borib kelganlar, ziyoratga borib kelganlar haqida noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Demak, mu'min taqvodor bo'lishligi, mu'min ibodatga mustahkam bo'lishligi, mu'min faqat dunyosini emas, oxiratini ham o'ylagan holatda duo qilishligi kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam masjidda edilar. Bir odam keldi. Shunday cho'kkaladida qiblaga qarab qo'lini ko'tarib, "Ya Robbi, farzandim kasal. Sog'aysin. U yosh. Katta bo'lsin. Boy, badavlat bo'lsin. Va men qariganimda menga yordamchi bo'lsin." Dedi-da, duoni tugatdi, chiqib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uni duosini kuzatdilar-da, aytdilarki, shoshib qo'ydi dedilar. Shoshgani uchun xato qildi. Bu joyda xato bormi bironta? Kasal edi, farzandi haqiqatda kasal edi, sog'aysin deb duo qildi. Farzandi yosh edi, Allohdan uzoq umr so'radi. Katta bo'lganda Alloh taolo mansabu, boylik va davlat bersin deb so'radi. Va har bir otani orzusi ota qariganda farzandlari yordamchi bo'lsin. Shuni so'radi, tamom. Payg'ambarimiz nima dedilar? Shoshib qo'ydi dedilar. Sahobalar aytdilar, "Ya Rasululloh, qanday duo qilsin? Bizga o'rgating." Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, duo qilayotgan odam avval duoni boshlayapsiz. Imkoniyatingiz yetsa 2 rakat namoz o'qing. Tahoratingiz bo'lsa, bemalolroq bo'lsa 2 rakat namoz o'qing. Namoz o'qimasangiz, duo qilayotganda avval Allohga hamd ayting. Alhamdulillahi robbil alamin. Birinchisi. Nega? Biz hali duoni boshlamadik-ku. Allohga hamd ayting. Nega hamd aytishimiz kerak? Bizni bir mushkulimiz borganda qayerga kelyapmiz? Masjidga kelyapmiz, joy namoz ustiga kelyapmiz, qo'limizni ko'tarib duo qilyapmiz. Bu nima bu? Bu iymon bu. Iymonimiz duo qilishlikni taqozo qilyapti. Iymonimiz majbur qilyapti, Xudodan so'ra deyapti. Yugurib folbinning oldiga boradiganlar bor. Yugurib lo'lini oldiga boradiganlar bor, bir mushkulasi tushsa. Bir narsasi yo'qolsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 2 rakat namoz o'qisin dedilar. Yugurib folbinning oldiga mana shu narsamni yo'qotdim, qayerdan topsam bo'ladi degan odamlar ham bor. Demak, bizni iymonimiz duo qilishlikka buyuryapti. Mana shu iymonni bizga kim berdi? Alloh berdi. Demak, Allohga hamd bo'lsin. Ikkinchi dedilar, payg'ambarga salovat aytsin. Qaysi salovat desa, namozlarda o'qiysiz-ku mana Allohumma solli ala, Allohumma barik ala. Xohlagan bir salovat aytsin. Salavatning eng qisqasi sallallohu alayhi va sallam. Bo'ladi shu. Undan keyin duolarini aytsin. Hali birinchi hamdni aytdik, ikkinchi salavatni aytdik, undan keyin duolarimizni aytyapmiz. Undan keyin duolarimizni aytib bo'ldik. Aytib bo'lganimizdan keyin yana salovat aytaylik. Undan keyin duoni tugatamiz. Payg'ambarimizda hadislar bor. Agar duolar 2 salavatni o'rtasida qilinsa, ya'ni boshida ham salovat aytilindi, oxirida ham salovat aytilindi. 2 salavat orasida banda duo qilsa, salavatni hurmati Alloh ijobat qiladi.
Demak, salovat bilan boshini oxirini yopdik, qog'ozga o'radik. Umum ma'noda tushuntiradigan bo'lsak, salovat bilan qog'ozga o'radikda duo qilyapmiz. Salavatni hurmati Alloh ijobat qiladi. Va bitta narsaga e'tibor beraylik. Duo qilayotgan vaqtda tarozi bo'lsin, muvozanat bo'lsin. Qanday muvozanat? Duoda ham muvozanat bormi? Duoda ham tarozi bormi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rgan duolaridan. Aytaman, hozir hamma biladi shuni. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Duoni tarjimasi: Robbim, bizlarga dunyoda yaxshilik ber. Robbim, bizlarga oxiratda ham yaxshilik bergin. Tarozimi mana? Dunyoni ham so'rayaptilar, oxiratni ham so'rayaptilar. Qo'shimchasiga vaqina azaban nar, bizlarni do'zax azobidan qutqar ya Robbi. Demak, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib turib, dunyoni ham so'radilar, oxiratni ham so'radilar va do'zaxdan ozod bo'lishliklarini, xalos bo'lishliklarini va panoh so'radilar. Birodar, biz payg'ambarni bir oddiy ummati bo'lib turib, nega faqat dunyoni duo qilamiz? Tani sihat, xotirjam, dili beg'am, boylik, yangi mashina, yangi uy, to'y, boshqa orzu, havas, hamma narsa. Birorta oxirat yo'q. Taqvodor bo'lay. 5 mahal namozni qazo qilmay o'qiy. Ibodatda mustahkam bo'lay. Oxirida kalimam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsin. Qur'onni arabiysidan tilovat qilishlikni o'rganay degan duo nega yo'q? Hamma narsa bor, birodar. Farzandlarimiz haqida duo qilayotganda, shuning uchun payg'ambarimiz tanbeh berdilar. Farzandiga sog'liq so'radi, umr so'radi, davlat so'radi. Qariganda o'ziga yordamchi bo'lishligini so'radi. Taqvodor bo'lishni ham so'rasin. Farzandingizga rizq so'rayapsiz. Uni mansabini so'rayapsiz, sog'lig'ini so'rayapsiz, taqvodor bo'lishini ham so'rang. Namozxon bo'lishini ham so'rang. Xudodan qo'rqadigan bo'lishini ham so'rang. Uni nafaqat dunyosi, oxiratini ham ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib, dilband bo'lib turib, ularga ham so'rab bering. Aytayapmiz, faqat dunyoda zo'r bo'lsa-yu, oxirati kasod bo'lsa, qanday bo'ladi bu? Do'zaxiy bo'ladi-ku. Qabrda ahvoli og'ir bo'ladi-ku. Mana shu holatlarni tushungan holda otalar, bobolar farzandingizga go'zal duo qiling, taqvodor bo'lsin. Alloh fazilat bersin inshaalloh. Mana shu holatda farzand va zurriyotlarimizga bugun yaxshilik o'rgatmoqimiz, taqvo va iymon o'rgatmoqimiz va har birimiz farzandimizga ibodatni, taqvoni duo qilib farzandimizga o'rgatsak, undan keyin ular bizni haqqimizga duo qiladigan bo'ladi. Biz bugun farzandimizga faqat dunyoni o'rgatadigan bo'lsak, faqat dunyo o'rgatdik bugun. Bozor o'char, mashina haydash, uy qurish, Rossiyaga borib, chet elga borib, qanday mablag' topish, qanaqangidir qing'ir yo'llarni ishlash, qaysidir joydan tejash, qaysidir joyda g'irromlik qilish, qaysidir joyda yolg'on gapirish, umum ma'noda hamma narsani o'rgatdik. Lekin birodar, farzandiga tahoratni o'rgatganlar, farzandiga birinchi bo'lib Fotiha surasini o'rgatganlar, farzandiga Qur'on o'qishni o'rgatganlar, farzandini qo'lidan olib ibodatini, dinini joy-joyiga qo'yish uchun xizmat qiladiganlar bor oramizda, lekin kam. Farzandimizga imorat qurib beryapmiz, qancha mashaqqat chekyapmiz. Birodar, Xudoni o'zi bersin bolangizga. O'zingizga 30 yil oldin hech narsa yo'q edi-ku, berdi-ku Xudo mana. Siz o'ylaysizki, sizni nevarangizga bermaydimi? Beradi birodar. Rizqdan xotirjam bo'ling. Ibodatni qiling. Farzandingizni taqvodor bo'lishligi uchun harakat qiling. Ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib, farzandingizni taqvodor bo'lishligiga harakat qiling. U yog'i rizq masalasi Allohdan. Bersa, bir deganda Alloh bersa, birodar, uddala olmaysiz uni. Sizga va 7 zurriyotingizga ham yetadi. Lekin oxirat masalasi-chi? Farzandingizga bugun oxiratni eslatmasangiz, qo'lidan olib qabristonga etib, bu seni bobong bo'ladi, bu seni momong,
mana shu joyda qabrlari, bu joyda o'tirib tilovat Qur'on qilib bularga bag'ishlash kerak degan masalani biz bugun o'rgatmasak, siz vafot etgandan keyin yangi vaqtda to bir 2-3 oy, 6 oylar to unutganicha sizni qabringizga borib keladi. Undan keyin siz ham unutilasiz. Lekin farzandingizga ibodatni o'rgatgan bo'lsangiz, namoz o'qishni o'rgatgan bo'lsangiz, taqvoni o'rgatgan bo'lsangiz, birodar, u qilgan yaxshi amallardan savobi sizga yetib boradi. Sizni har namozida haqqingizga duo qiladi va sizdan o'rganadi. Bugun ulamolarimiz aytadilar, bir odam bilan oldi-berdi qilmoqchimiz, tijorat qilmoqchimiz, Qur'onda tutunmoqchimiz, qo'shni tutunmoqchimiz. Uni yaxshi va yomon ekanligini qanday bilamiz? Ulamolarimiz aytdilar, uning duolaridan bilasiz. Duo qilyapti. Dunyoni duo qilyapti, xotirjamlikni duo qilyapti, taqvoni duo qilyapti. Duo qilayotganida ota-onasini haqqiga duo qilyaptimi? Agar ota-onasini haqqiga duo qilsa, demak uni yaxshiligiga va uning barakali inson ekanligiga dalolat. Agar u qo'l ko'targanida ota-onasini haqqiga duo qilmayotgan bo'lsa, unda fazilat ham yo'q, xayr va barakot ham yo'q, undan uzoqroq yurish kerak. Demak, biz farzandlarimizga har doim duo qilayotganida otamiz, onamizni haqqiga bir duo qilsak, albatta biz o'tgandan keyin haqqoniy ma'noda bizni haqqimizga duo qiladi. Mana shuning uchun Alloh taoloni o'zi fazilat bersin. Umar roziyallohu anhu bejizga qabr holatidan xavotir olmadilar. Bir yigit bo'lardi. Vafot etdi yoshligida, farzandi beshikda edi. Alloh taolo uning qilgan gunohlari uchun qabrda azob berdi unga. Bir kun qabrdan tuynuk ochilib unga nido keldiki, bandam, sen endi azoblardan ozodsan. U odam aytdi, qanday? Men do'zaxga hukm qilingandim-ku. Yo'q, sen vafot etganda farzanding beshikda edi. Bugun farzanding Fotiha surasini o'rgandi endi, tili chiqdi. Fotiha surasini o'rgandi. Endi u Fotiha surasini o'qib seni haqqingga duo qilyapti u. Mana shuni sharofatidan sen butun azoblardan xolis, forig' bo'lib tugab azoblaring. Endi seni borar yo'ling mana jannat. Jannatdan tuynuk ochilib, qabr jannat bog'laridan bir bog'cha bo'ldi. Bugun farzandlarimizga, bugun nevaralarimizga, bugun zurriyotlarimizga birodar o'rgataylik bizni haqqimizga duo qilsin. Alloh taolo fazil bersin bugun. Alloh taolo yaxshilik bersin. Bizda bir odat bor. Bizni diyordami, Mavoroun Nahrdami bilmaymiz. O'g'il farzand ko'rsa xursand bo'ladi hamma. Merosxo'r dunyoga keldi deydi. Meni uyimni chirog'ini yoqadi deydi. Yoki bir boshqacha kayfiyat beradi. Qiz farzandi bo'lsa, ha qiz bo'libdi-da deydi odamlar. Birodar, aslida siz vafot etgandan keyin o'g'illaringiz bor-ku. Imoratingiz bor uyda, shaharda, qayerdadir imoratlaringiz bor. O'sha imoratingizni chirog'ini yoqadigan bo'ladi ular. Haqqoniy ma'noda qabringizni chirog'ini yoqadigan odamlar u o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, qiz tomondan nevara bo'ladimi, o'g'il tomondan nevara bo'ladimi, farqi yo'q. Sizni haqqingizga duo qiladiganlar haqqoniy ma'noda sizni chirog'ingizni yoqadigan odamlar o'shalar. Shuning uchun bugun e'tiqodni to'g'rilab olaylik. O'g'ilmi, qizmi, qiz nevarami, o'g'il nevarami, qiz tomondanmi, o'g'il nevaralarimi? Bizni haqqimizga duo qilsa bo'ldi-da, birodar. Ulardan kelayotgan savoblar bizga yetib kelsa bo'ldi-da. Alloh fazil bersin. Shunaqangi ularga iymon bersinki, bizni haqqimizga duo qiladigan darajada biz tarbiyalaylik. Alloh rahmat qilsin, bobomiz vafot etishlaridan 5-6 yillar oldin nevaralarini yig'ib aytardilar. Bir kulgili, o'sha payt bizga kulgili tuyulgan. Aytardilar: "Mabodo men vafot etsam, meni haqqimga qanday duo qilasizlar?" Endi kulgilida tirik odamni vafot etgan deb haqqiga qanday duo qilasiz?
o'zlari qattiqqo'llik bilan bizlarga duo qilishlikni o'rgatardilar. Mana shu qabrda yotgan rahmatlik bobom faloncha bizni o'qishimizga sababchi bo'lgan, bizni ibodatga kirishligimizga sababchi bo'lgan, bizni qo'llab-quvvatlagan. Alloh taolo mana shu qabrda yotgan marhumni qabrini jannat bog'laridan bir bog'ga aylantirgin, gunohlarni kechirgin, tilovati Qur'onlarimizni qabul qilgin degan ma'noda bizlarga duo o'rgatganlar. Farzandingizga yoki o'zingiz ota-onangiz haqida qabristonga borganda 2 qator oyat o'qib, 1 qator duo qila olasizmi o'zi aslida? Bizda mana masalan marosim bo'ladi, vafot etgan xonadon bo'lsa, biz nima qilamiz? Bitta domla qo'yamiz. 3 kun kelgan ketganlarga tilovati Qur'on qilib beradi. Nimagaligini bilasizmi shuni? Vodiy tomonlarda, Toshkent tomonlarda unaqa narsa yo'q. Nimaga? Ziyoratga, ta'ziyaga, janozaxonlikka kelgan mehmonlarning hammasini o'zi 2 qator tilovati Qur'on qilib o'zi duo qila oladi. Biz nega qo'yamiz domlalarni desak, kelgan odamlar 2 qator tilidan tilovati Qur'on qilish qo'lidan kelmaydi. Duo qilish qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun biz 3 kunlik domla qo'yamiz. Kelgan odamlarning hammasi tilovat qilib duo qila olsa, domlani nima hojati bor? Biz majburmiz, kelgan mehmonlar tilovati Qur'on qila olmaydi. Tabiiyki ular bizni janozamizda tilovati Qur'on qila olmadimi? Ota-onasini haqqiga qanday tilovati Qur'on qilsin ular? Qanday duo qilsin? Biz achinamiz, tamom. Shuncha ota, shuncha bobo, shuncha mehnat, shuncha sarf va xarajat, shuncha himmat va xizmat vafot etganlardan keyin ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib 2 qator oyat o'qiy olmasa endi. Bugun mardu maydonlar ko'p bizda. Meni deydi 7 ta nevaram bor. Mashalloh. Meni 4 ta o'g'lim bor. Har biriga imorat qilib qurib berganman. Har biriga bittadan mashina olib berganman. To'ylarini dang'illama qilib berganman. Mashalloh, Alloh barakali qilsin sizni. Bitta savolim bor. Siz vafot etgandan keyin bittasi siz maqtanayotgan o'g'il va nevaralarning bittasi hech bo'lmaganda sizni janozangizni o'qib biladimi? Hech bo'lmaganda siz vafot etgandan keyin qabringizni ustiga borib 4 qator oyat, 2 qator mana shu joyda yotgan otam, Alloh sen rahmatingga olgin, yaxshi odam dedilar degan duo qila oladimi? Siz bugun nimadan manmanlik qilyapsiz? Imoratdanmi? Ertaga eskiradi-ku. 4 yildan keyin zamondan qoladi-ku. Sizdan keyingi zurriyotingiz yiqitib yer qilib qayta o'rniga quradi-ku uni. Siz olib bergan mashinalarni ertasi kuni yangisi chiqyapti-ku. Bugun siz bilasiz, qo'lingizda turgan narsa aniq eskiradi. Aniq yangisi chiqadi. Ertaga keraksiz bo'lib qoladi. Birodar, bilib tursak-da shuni g'amida ovoramiz. Lekin bir narsa bor, eskirmaydi. Zamondan qolmaydi. Har doim kerakli bo'ladi u. Din har doim kerakli. Zamon va makonga to'g'ri keladi. Duo, tilovati Qur'on, yaxshilik, ezgulik, ihson, sadaqa-i joriyalar, tarbiya, go'zal odob va xulq, shariatimiz, dinimiz hech qachon eskirmaydi. Zamondan qolmaydi, har doim kerakli bo'ladi. Birodar, bizga har doim kerakli bo'ladigan narsalar ustida bugun bosh qotiraylik. Bugun odamlar nima deydi? Qo'shni nima deydi? Birodar nima deydi? Birodar, Xudo nima deydi? Allohning oldiga qanday javob beraman? Harom dasturxonga borib ishtirok etyapman-ku. Ertaga Xudoning oldida mendan so'rasa nima deyman? Qarindoshlarim uchun, o'rtoqlarim uchun bormasak xijolat bo'lardik desak, Alloh aytsaki, o'shalar seni jannatga kiritsin desa, ahvolingiz nima kechadi? Bugun xijolat bo'lmang, ibodatingizni qiling. Xijolat bo'lmang, Alloh bizga chizib bergan chegarani buzmang. Xijolat bo'lmang, Alloh aytgan ishni qiling, Alloh martabangizni o'zi ko'taradi. Gapirsa gapiraversin. Payg'ambarning ortidan gapirishmadimi? Podshohning ortidan gapirishmadimi? Xudoning orqasidan gapirishdi. Farishtalar Allohning qizi deyishdi, Iso Allohning o'g'li deyishdi. Xudoning orqasidan gapirishyapti. Men bilan siz kim?
Gapirsa gapiraversin birodar. Ishingizda mustahkam bo'ling. Diningizda sodiq qoling. Haqqoniy ma'noda bugun, ertaga, vafotdan keyin qiyomatgacha eskirmaydigan solih amallarda bardavom bo'lingki, Alloh biz va sizni hammamizni jannatiylardan qilsin. Alloh taolo hammamizni iymonlarimizni mustahkam, ibodatlarimizni qabul, farzand va zurriyotlarimizdan qori va Qur'onlar, olim va boamallardan, salohiyatli insonlar zurriyotlarimizdan chiqmog'ini Robbimni o'zi har birlarimizga nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloni fazlu marhamati bilan Munira hojona xatmi Qur'on qilgan ekanlar. Alloh taolo xatmi Qur'onlarni Robbim dargohida qabul va maqbul aylasin. Asilbek aka, siz aziz jamoatdan duo talablar va inshaalloh uzoq yaqindan kelgan jamoat, mehmonlar, masjidda birinchi marta kelgan mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan azizlar bor. Alloh taolo ularni poy qadamlarini barakali qilsin. Shifo talab birodarlarimiz bor ekanlar. Alloh taolo barcha shifo talablarimizga shifoi komil bersin. Xazonai g'aybidan Alloh yaxshilik bersin. Va shu masjidga xizmat qilgan imom domlalarimiz, imom domla va mutasaddilar, jamoat a'zolari va barchalaringizni Alloh taoloni o'zi bilguvchi. Ularning ismlarini ba'zilarini bilamiz, ba'zilarini bilmaymiz. Ba'zilari g'oyibona xizmatlar qilishyaptilar. Alloh taolo mana shu masjidni bunyod qilinishligidan boshlab to hozirga qadar xizmat qilganlarni Alloh taolo xizmatlardan rozi bo'lsin. Alloh fazilat bersin, Alloh taolo baraka bersin. Chunki bu masjidlarda 10 yil oldinlar ham kelganmiz va bugun ko'rib ko'zimiz quvondi. Alloh taoloni o'zi mana shunday go'zal masjidlarni obod qilib turib, xizmat qilganlarni ham Alloh oxiratlarini obod qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'ga aylantirsin. Farzand va zurriyotlaridan olimlar, qorilar kanda bo'lmasin. Bizni haqqimizga duo qiladigan salohiyatlilar zurriyotlarimizdan chiqmog'ini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar